Assalomu alaykum hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun 2025-yilning 19-oktyabr, ya'ni yakshanba kunida sizlar bilan g'oyibona diydor ko'rishib turibmiz. Bugun yana o'sha biz dala hovlimizda yetishtirayotgan mo'jazgina chesnok bog'imizdamiz. Chesnok haqida, sarimsoq, piyoz haqida gaplashamiz. Chesnoklarimiz Allohga shukr mana 70-80% chiqib oldi. Juda ham bir ajoyib ko'zingiz quvnaydi. Mana 20-sentyabrda ekilgan chesnoklarimiz 2 marta suv ichgandan keyin butun bir yerimizni qoplab yam-yashilgina bo'lib qoldi. Ana Xudo xohlasa azizlar, 2025-yil kuz juda ham bir issiq keldi. Juda ham bir chiroyli keldi. Har fasl o'zini ishini qilganligi yaxshi-yu, lekin biz uchun yomon emas. Ya'ni chesnok kuz faslida tomir otib olsa, ana shu soya salqin bilan tomir otib olsa, Xudo xohlasa buni ertaga hosildorligi yaxshi bo'ladi. Bu yoq tomonimiz esa mana bu childan bu yoq tomoni esa 3-sentyabrda ekilgan. Ya'ni men bu belgini bu yog'i 20-sentyabr, bu yog'i 3-sentyabr. Bu yoq tomondagi holatni qarang, vaqtliroq ekilganini. Demak, ta'siri juda ham bir o't bosib, shunaqangi bir xunuk ahvolda bu yoq tomonni Xudo xohlasa mana tozalash ishlarini boshlab yuborganmiz. O'tlarni, begona o'tlardan, ariqlarni begona o'tlardan tozalayapmiz hamda yengilgina chopiq qilib, mana bunday qilib tuprog'ini ikki tomonga tortib kelyapmiz va natija ko'rib turganingizdek juda ham bir chiroyli holat aks etyapti. Demak, chesnogimizni ekishdan oldin, sarimsoq, piyozlar ekishdan oldin yetarli miqdorda gung berilgan yerga, begums berilgan hamda bir sotigiga 2,5 kilo fosfor, 2 kilo azot miqdorida, demak birdan mineral hamda kimyoviy oziqlarni ham sepib, ana undan keyin ekkamiz. Xudo xohlasa natija yomon emas. Ana chesnoklarimiz mana soya joydan ko'rsatadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek 6-7 quloq bo'lib, bo'ylari ham 20-25 santimetrga chiqib qoldi. Xo'sh, yuqorida aytib o'tganimizdek azizlar, havo issiq kelganligi sababli o'sha asta-sekinlik bilan chesnoklarimizga yana bilmadim-ku, chesnoklarning rangi sarg'ayganidan o'zimcha o'ylayapman, qurt tushish xavfi mavjud. Oq pashsha bosyapti. Mana bu sariq belgi meni juda ham qo'rqitadi. Ya'ni bu bekordan bekorga emas. Va o'tgan mavsumda ekkan vaqtlarimdan bilardimki, ana shu rangi sarg'ayversa, xo'p, bu qurt tushganda alomati edi. Demak qurt tushibdi. Yana bitta yaxshigina alomati mana. Xo'p, sizlarga qanday ko'rsatsam ekan, mana ana shu sarg'ayib bargdan asta-sekinlik bilan qurt kirib borib ildizigacha keladi. Ildiziga kelgandan keyin uni chesnok bo'lishi qiyin. Biz Allohga tavakkal qilamiz, Allohga suyanamiz. Ekdik, mehnatini qilyapmiz. Rizq Allohdan, baraka Allohdan, natijasini Allohga topshirib qo'yganmiz. Biz esa mehnat qilishda davom etyapmiz. Mana Xudo xohlasa chopiqlarini qilib azizlar, tuproqlarini tortyapmiz. Shanba, yakshanba kuni ekanligidan foydalanib, uyda dam olish bizga ish kuni emas. Maza qilib ana shu yerda ishlab dam olyapmiz xullas. Ana chesnoklarimizni tomirlarini qarang, odam maza qiladi. Mana bu chesnok bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'q tomirchalar mana. Ana shu o'q tomirchalar chesnoklarning tomirlari. Xo'p. Ana Xudo xohlasa bu chopiqdan keyin yanada chiroyli bo'ladi, tagi yumshagandan keyin. Demak,
Azizlar, biz bu oq pashshalarni, qurtlarni yo'q qilish uchun bugun xudo xohlasa birinchi dorisini septik qurtga qarshi. Qanaqa dori deydigan bo'lsak, men ancha yildan beri foydalanaman. Demak, ham bog'imdagi olmalarimga, ham chesnoklarimga aynan ana shu Hindistonda ishlab chiqarilgan Hamla 550 dorisidan foydalanaman. Demak, bu juda ham bir kuchli dori. O'ta bir sassiq 50% bilisimiz. Agar vitaptikalarga olmalarimga qurt tushib qoldi, dori bering desangiz, e'tibor bersanglar, 10%lik, 16%lik mana shunaqa dozasi past bo'lgan dorilarni beradi. Unda sepganingizdan keyin har 2 kun, 3 kunda sepib turish kerak. Pashshalar 1 kun, 2 kunga ketib yana qaytib keladi. Buni sepgandan keyin esa 2-3 kun emas, 1 haftada bir, 10 kunda bir. Demak, bemalol qo'rqmasdan sepaverasiz. Xudo xohlasa bugun yengilgina qilib demak sepib chiqdim. Qancha miqdorda sepding desangiz agar, mana shu og'zi ochiladi. Og'zi bilan og'izchasini to'ldirib 25 litr suvga solamiz. Buni o'zi demak o'shanda 5-6 zapravkaga yetadi adashmasam. Buni o'tgan yilgidan qolgan bor ekan. Yengilgina qilib hozir sepib qo'ydik. Xudo xohlasa endi bu yog'iga agar havoni shu isishi bo'ladigan bo'lsa, endi bir haftada bir, 10 kunda bir agar bargidan mana shuni suspensiya qilib dorilab turmasak, katta ehtimol bilan qurt bostirib qo'yishimiz mumkin. Ertaga bahorda bu zo'r rivojlanishni o'rniga battar chirib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun ozuqalarga keladigan bo'lsak, endi o'sha ekilishda berilgan ozuqa, shu bilan bahorgacha hech qanaqa ozuqa bermaymiz. Faqatgina xudo xohlasa keyingi safar aytaylik 3-4 kundan keyinmi, 1 haftadan keyinmi yana ana shu 550 hamla dorisini suspensiya qilayotgan vaqtimizda o'sha suspensiya bilan birgalikda, dori bilan birgalikda aytaylik o'sha 25 litr suvga 0,5 kilogramm karbamid solib suspensiya qilamiz birgalikda. Ham dori, ham bargdan oziqlanish bo'ladi. Yomon emas, yomon emas. Allohga behisob shukr. Mana chesnoklarni qarang. Oho, juda ham zo'r holatda. Bir qarishdan ziyod. Mana bir qarishdan ziyod. Qalin ekilganligi sababli balkim bu zelin holatida sotilishi ham mumkin. O'shanda siyraklab agar bizga bosh qilishga kerak bo'ladigan bo'lsa, buni siyraklab zelin holatida sotaveramiz hamda o'sha siyraklashdan qolgan qismini bosh qilamiz. Xudo xohlasa ana shu 2,5-3 sotix joyimizga biz 40 kilo, adashmasam 45 kilo chesnokni ekib sig'dirganmiz. Holati ko'rib turganingizdek juda ham yaxshi. Yerimizni nami yaxshi. Shunday ekan, o'tgan hafta shanba kuni sug'organmiz. Ana bugun shanba, yakshanba aytaylik yerimizni tindirib, bir ag'darib tuproqni beradigan bo'lsak, oradan yana 1 hafta o'tkazib, shu 1 haftani ichida yog'ingarchilik bo'lmaydigan bo'lsa, bu hafta shanba, yakshanbaga yana bir sug'ora olamiz. Shu bilan qarabsizki, nasib bo'lsa inshaalloh olam guliston. Shunda chesnoklarimiz ham bir maromda yetilaveradi. Bu chesnok yetishtirish 2025-yildagi dehqonchiligimizni 3-qismi. Sizlar bilan birgalikda maslahatlashib chesnoklarni demak yetishtiraveramiz. Agar chesnoklaringizni hozirdan o't bosgan bo'lsa, 2 soat, 3 soat vaqtni yo'q deb o'tab qo'ygan ma'qul. Sababiki bu begona o'tlar yerni kuchini tortib olib, chesnok uchun kerakli bo'lgan o'sha yerdagi ozuqalarni so'rib oladi. Oho, telefonimiz ham batareyasi tugayapman deyapti. Shu bilan azizlar, bugungi videomizga yakun yasaymiz. Hammamizni dehqonchiliklarimizga, chorvachiliklarimizga, tadbirkorchiliklarimizga, kasb kamolotimizga Allohning o'zi barokatni nasib aylasin. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.